Umrimda tez yugurmagan edim. Hatto qanday qilib zavodimiz baland qoyasiga borib qolganimni sezmay qopman. Uka, bizga bemalol ishoning. Koreyada kamida $4000 topasiz, u yerda sizni kutib olishadi. Ham o'qib, ham ishlab buncha pul topsam, albatta ketaman. Rahmat sizga. Hamma aytayapti, Koreyada hayot yaxshi ekan. O'qib ham, ishlab ham yursa bo'lar ekan. Menga ham shunaqa deyishdi. Bolam, yetib borgani bilan kutib olgan odamlardan qo'ng'iroq qilib qo'ygin bizga, hopmi? Mana Koreyaga ham yo'l oldim, bu yog'iga Bobur emas, Bobirboy bo'laman. Bu yerda biroz kutib turaman. Balki hozir kelisha. Ancha vaqt kutdim, hech kim kelmagach. Taksiga o'tirib, universitet yotoqxonasiga yo'l oldim. 우즈베키스탄에서 공부하러 왔구나. 열심히 공부하면 나중에 좋은 일자리에서 일할 수 있을 거야. O'lay, agar tushungan bo'lsam. O'zbek degandimi? Bir nimalar deyapti amaki. Bu universitet yotoqxonasi. Bu yerda turli millat vakillari yashar ekan. Tojik va qozoq yigitlar allaqachon dam olyapti. Men esa Arbat Samushul izlash bilan ovora bo'lib o'tiribman. Sahardan Arbat Samushulga chiqdim. Bu yerda kunlik ish bo'lar ekan, haqini ham yomon bermas ekan. Mana birinchi ish kunim. Yonimda Vyetnamliklar o'tirishibdi, ular bilan birga ishga ketyapman. Guruch ekyapmiz. Bu ishni bunchalik qiyin deb o'ylamagandim. Belim juda charchab ketdi. Nima? Ishimga 120 ming won oldim. Lekin juda ham charchadim. Oson emas ekan.